Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadislarida iqtisodiy firibgarliklarni uqtirib, bildirib, bizni ulardan ogohlantiradilar. Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil va tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm va antum ta'lamun. Birinchisi Alloh taolo Baqara surasida marhamat qilib va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil dedi. Botil yo'llar bilan, nohaq yo'llar bilan, Alloh izin bermagan yo'llar bilan bir-biringizni molingizni o'zlashtirmang. Bir-biringizni molingizga egalik qilmang deydi Alloh. Alloh taolo bildirdi. Halol tijorat va undan kelgan daromad yaxshi narsa, pokiza narsa. Harom tijorat va undan ungan foyda harom oqibati halokat va hasorat ekanligini bildirdi. Alloh taolo birovlarni molini unga xizmat qilish, to'g'ri yo'lga uni chorlash, to'g'ri Alloh izin bergan xizmatlarni unga taqdim etish bilan undan bir muayyan mol olishlikni Alloh taolo ruxsatini berdi. Ijora deyiladi, birovni mehnatidan foydalanish deyiladi, birovni ishga yollash deyiladi. Ammo birovni molini o'g'irlik qilish, birovni molini bosqinchilik bilan olish, birovni molini aldab o'zlashtirish, poraxo'rlikni Alloh harom dedi. Alloh taolo bu yerda bir-birlaringizning mollaringizni botil o'zlashtirmang. Ana endi bu o'zlashtirishning eng qabih misoli poraxo'rlik bo'lgani uchun Alloh taolo marhamat qilib va tudlu biha ila al-hukkami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm va antum ta'lamun dedi. Ana endi uni ustiga rahbarlarga, qo'lidan ish keladiganlarga, mansab egalariga bir qism molni berib, boshqa odamlarni mollarini o'zlashtirmanglar, gunoh qilmanglar. Sizlar bu ishning harom va nomardlik ekanligini bilasizlar-ku. Alloh taolo bu oyati karimada pora to'g'risida gapiradi. Pora mansab egasiga, kuch egasiga muayyan pulni berib, o'zi haqdor bo'lmagan molni, mulkni o'zlashtirish hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom pora to'g'risida ar-roshi val murtashi val roish fin-nar dedilar. Pora berguvchi ham, pora olguvchi ham, o'rtadagi vositachi ham do'zaxga dedilar. Pora olish, pora berish, o'rtada vosita bo'lish gunohi kabira ekanligini payg'ambar alayhissalom uqtiradilar, aytadilar. Ibn Lutbiyya degan bir sahobiy payg'ambar alayhissalomning oldilariga yuradigan bir inson bor edi. Payg'ambar alayhissalom qarasalar, u yaxshi yigit, qadi qomati, aqli raso, o'zida hammasi joyida. Aytdilarki, sen borib falon qabilani zakotini yig'ib kelgin dedilar. Uni zakot tergovchi sifatida yubordilar. Ibn Lutbiyya bir muddatdan keyin qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin payg'ambar alayhissalom undan so'radilar. Olib kelgan mollaring qani? Mana bu olib kelgan mollarim dedi, ya Rasululloh. Ya'ni qo'y, echki va hokazo. Qavm uni zakot sifatida berdi. Men uni hisoblab oldim. Bu chekkada bir 5-10 ta qo'y turuvdi. Bu qo'ylarchi dedilar. Bu qo'ylarni qavm menga berdi, hadiya sifatida dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Law jalasta ala hijri ummika la uhdiya laka shay." Agar onangni quchog'iga o'tirganingda senga biror narsa berarmidi? Payg'ambar alayhissalom unga shunday qo'pol iborani ishlatdilar unga nisbatan. Nima uchun? Uning qilgan ishi qo'pol edi. Uning qilgan ishi chirkin edi. Agar uyingga o'tirganingda, ota-onangni oldilariga o'tirganingda, o'sha qavmdan biror kishi kelib senga bir saraq chaqa berarmidi? Yo'q. Nima uchun bu hadiyani olgansan? Aslida bu hadiya emas, bu pora. Nega? Ana u mollarni kamaytirish uchun. Ana u mollarga zarar yetkazish uchun olgansan deb payg'ambar alayhissalom tez buni ham Baytul molga qo'ygin, musulmonlarning mol-u mulkiga qo'shgin deb marhamat qildilar. Demak, amalni, mansabni suiiste'mol qilish
katta gunohlardan ekanligini payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar.